Keling, bugun ma'lumotlar raqamlashmagan fuqarolar va ularga pensiya tayinlashga yuzaga keladigan holatlar haqida gaplashamiz. Xabaringiz bor, joriy yilning 1-martidan boshlab pensiya yoshiga yetgan fuqarolarga avtomatik shaklda pensiyalar tayinlanishi boshlandi. Mehnat faoliyati to'g'risidagi barcha ma'lumotlar to'liq raqamlashtirilgan fuqarolarga ortiqcha muammosiz pensiyalar tayinlab berilmoqda. Lekin ma'lumotlarni o'z vaqtida to'liq raqamlashtirilmagan fuqarolar pensiyaga chiqishda ma'lum bir muammoli vaziyatlarga duch kelmoqda. Ya'ni pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya tayinlanishi uchun kerak bo'lgan tegishli tashkilotlarning axborot tizimlari orqali olinganda fuqarolarning ayrim yillardagi ish stajlari, ish haqlari va shu kabi ma'lumotlar raqamlashmaganligi kuzatilmoqda. Natijada pensiya tayinlashda ma'lum bir muammoli vaziyatlar yuzaga kelmoqda. Bunday holatga tushmaslik uchun fuqarolar nima qilishlari kerak? Bugungi kunda ishlab turgan fuqarolar o'z ish beruvchilaridan mehnat faoliyatini raqamlashtirib berishini talab qilishi hamda bu holatlarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tekshirib borishlari lozim. Shuningdek, ishlamayotgan fuqarolar esa kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limlariga murojaat qilgan holda mehnat daftarchalaridagi ma'lumotlarni bepul raqamlashtirib olishlari kerak. Hurmatli fuqarolar, yuqorida keltirib o'tgan tavsiyalarimizga amal qilsangiz, kelajakda sizga ham avtomatik ravishda muammosiz hamda munosib miqdorda pensiya tayinlanishi kafolatlanadi.